Byudjet narxidagi kraska tegmagan, kam yurgan, mexanika korobkali Gentra qilib yurganlar uchun navbatdagi Gentra avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan 1 yevro mexanika korobkali. Bu eksportniy variant DEO. Bosib o'tgan masofasi probegi 86 000 km, realniy 86 000 km yurgan. Любой проверкаga tayyormiz. Ushbu sedanimiz faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham yaxshi holatda. Kuzovi absolyutno toza, kraska tegmagan, bo'yalmagan, qirilmagan. Любой ustaligi borib bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Oynalari akvarium holatida, umuman tonirovka tortilmagan ekan. Kapot qismida, kolenkalarida bir dona ham tosh tegmagan. Motorni atsak ideal holatda turibdi. Bagajni atsak qorayib ketmagan, bu ham bir isboti probegini kamligini. Zapaskasi yangi holatda turibdi, umuman ishlatilmagan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, shunchaki tomosha, ideal holatdagi salon, sideniyalari cho'kib qolmagan, restavratsiya bo'lmagan, ruli hali o'zini hollari bilan turibdi. Pioner magnitofon o'rnatilgan, konditsioneri bor, ishlaydi. Patoloklari qorayib ketmagan, sasib ketmagan, приятный, аккуратный salon. Faralari ham tiniq holatda turibdi. Keladigan bo'lsak, narxi $7800. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.